O'zbekistonda davlat banklari soni kamayadi. Faqat 4 ta bank davlat ulushi bilan qoladi. Bu nimani anglatadi? O'zbekiston 2030 strategiyasiga ko'ra har yili bittadan bank xususiylashtiriladi. Davlat bank aktivlari ulushi 65% dan 55% gacha kamaytiriladi. Qolgan banklar strategik investitsiya ishtirokida qayta tashkil etiladi. Bu bank tizimida raqobat kuchayadi degani. Eng muhim raqamlar: kreditlash hajmi 720 trillion so'm, yiliga 11-12% o'sish. Depozit, ya'ni omonatlar 560 trillion so'm, yiliga 7-8% o'sish. Bu iqtisodiyotga ko'proq pul kiradi degani. Strategiyada ilk bor islom moliyasi alohida yo'nalish sifatida belgilandi. Unga ko'ra, kamida 3 ta bankda islom moliyasi, 2027-yilda Islomiy bank va foizsiz moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Bu Yaqin Sharq va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakat investorlari uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Davlat banklari qisqarishi xavf emas, bu tizim bozor sharoitiga moslashtirish hisoblanadi. Raqobat kuchaysa, xizmat sifati oshadi, foiz stavkalari bozor asosida o'zgaradi. Siz xususiy bankdan foydalanasizmi yoki davlat bankiga? Qaysi bankka ko'proq ishonasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.